Başladın mı? Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yo'ldosh texnika markazini uzoqdan yaqindan kuzatuvchi obunachilar Yo'ldosh texnika markazi mototsikllarga aksiya bergan, qisqacha tushuntirib o'taman. Keyin yaqindan ko'rsat. Alt motor sinovida ishlab chiqarilgan 1,5 tonna yuk tashishga moslashgan 200 kubal motor bilan jihozlangan dizel mototsiklimizga Yo'ldosh texnika markazida xarid qilgan mijozimiz bor. Bir dona korissani, bir dona kirmashin, bir dona plyuzu, bir dona velosiped qo'shib beramiz. Mototsiklimizning bahosi 31 million so'm. 200 lik 2 tonnagacha bemalol yuk tortadi. 9,5 million so'mlik sovg'alarni qo'shib beramiz. Bu alt motor mototsiklimiz uchun aksiyasi. Yo'ldosh texnika markazida Lochin mototsikllar uchun yetkazgan. Bu xuddi shunday 1,5 tonna 2 tonna yuk tashishga moslashgan. Motor kubalar 100 lik bilan jihozlangan. Bahası 26 milyon so'm. Yurtdoshlar 26 milyon so'mning ichida qarasangiz 12 lik bir dona Olon kayseli qo'shib beramiz. Modelni ko'rsak, ko'p 9 liklari bo'ladi. 12 lik Zimalita ichida kiyini bor, 135 voltgacha ishlaydi. Lochin mototsiklning bahosi 26 milyon so'm, kayslerimiz 6 milyon so'm. Qarasangiz qo'shib beramiz, qarasangiz puldan qaytib beramiz. Chunki Olon kayselisi 6 milyon so'mdan sotuvda qolamiz 6,5 million sotib oladi. Xo'p, Kayseri bariton mijozlar uchun qarasa bir daha xodit qo'shib beramiz. Bu xodimiz ham 160 voltgacha ishlaydi. Bu ham sotuvi 6 million so'mga yaqin, qarasa 6 million so'm xodit qo'shib beramiz. Qarasangiz puldan qaytib beramiz. Xodimiz bariton mijozlar uchun 65 lik 2 metrlik deb aytiladi. Smart bilan bir daha tuzni qo'shib beramiz. Bu ham bahosi 6 million so'm. Qarasangiz qo'shib beramiz. Qarasangiz puldan qaytib beramiz. Lochin mototsikl sizga shunda bonus kerakli sovg'alar desangiz 20 million so'mga tushadi. 20 million so'mdan kelishtirib beramiz. Hamma mototsiklda zapaska bo'lgan, kaska, damg'ira, balon qilishlari, nomerlari ichida bo'ladi. Keyin bir aka gigantlarni tushuntirib o'tamiz. Tunji mototsikllar ham yetishgan. 3 tonnali, borti 220 ga 140 bo'ladi. 220 ga 140 bo'ladi. Motorlar ham shuncha 250 bo'ladi motorlari. Zapaska balon, kaska, damg'ira hamma yo'li bo'ladi. Balonlardan ko'rsat, qo'sha balon bo'ladi. Xo'p, qo'sha balon. Bahosi 31 million so'mdan sotilgan, 1 million so'm skidka berganmiz, 30 million 500 ming so'mdan kelib qaytarsangiz bo'ladi. Xo'p, Lochin mototsiklarimiz bor. Borti 240 ga 140 bo'ladi. Bahosi 32 million so'm. Bu bir daha tuzni qo'shib beramiz, qo'shib smartdan. Qarasangiz 2 million so'm qayt, 30 million so'm berib beramiz. Motor 250 lik bo'ladi. Borti 240 ga 140 bo'ladi. Tunji 220 ga 140 deydi. Bu 240. Xo'p, alt motor mototsikllarimiz bor. Bu samasval modeli, bu qo'sha balon bo'ladi. Bular ko'rsatdilar o'sha, bu qo'sha balon. Bundan bir ko'rsatib shuni Lochinni. Xo'p, Yo'ldosh texnika markazi 2025-yilda alt motor Lochin Tunji mototsikllarni Xorazmda rasmiy dilerlik hisoblanadi. Narxlarni arzon etib skidka berib beramiz. Xo'p, alt motorimiz 3 tonnalik bo'ladi. 220 ga 140 bo'ladi. Samasval modeli. 36 million so'mdan sotilgan shunaqa. Xo'p, hozir kunda skidka ketibdi, 34 million 500 ming so'mdan beramiz. 7 dona sovg'asidan tashqari nomerlar berib beramiz. Xo'p, kommentariyada yozinglar, kimga nechik mototsikl kerak, nechik savollarni bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol bog'lanib, savollarni bo'lsa, aloqa qilsangiz, o'zingiz tushungacha tushuntiramiz. Kredit masalasi, kreditga olgan yurtdoshlarimiz uchun haq beramiz, tepshanoma bilan beramiz. Agar haq beramizlar niyati bo'lmagan bo'lsa, do'konimizga kelsa, pasport plastik bilan kelsa, do'kon o'zidan kreditga chiqarib beramiz. Lochin alt motor mototsiklimiz, buning borti 220 ga 140 bo'ladi. Yakka balon bo'ladi, samasval bo'lmaydi. Buning bahosi shunaqa 27 million so'mdan sotilgan. Hozir kunda 25 million 500 ming so'm. Motor 200 kubal bilan bo'ladi. Borti 220 ga 140 bo'ladi. Jip balon bo'ladi. Bu ko'rsatgan balon bilan. Bu qo'shakan bu. Xo'p, jip balon. Mana shu jip balon. Xo'p, bu jip balon bo'ladi. Buni samasval modeli ham bo'ladi. Xo'p, bu samasval modelimiz 2 metrga 130 bo'ladi. Bahosi 31 million so'mdan sotilgan shu kungacha. Hozir kunda 29 million 500 ming so'mga skidkaga tushirganmiz. Motor 200 kubal bo'ladi, garantiyasi 2000 kilometr bo'ladi. Nomeri shos spravkasi o'zi ham bitadi. Xo'p, Yo'ldosh texnika markazida yangi quyosh poyalari kelgan. Quyosh poyalari esa kreditga beramiz, raqam beramiz.
aylıqlardan motor bo'lsa, pensiya motor bo'lsa, pasport plastikdan do'kon sotilsa, o'zimiz ham turlab beramiz. 1 yildan 4 yilgacha beramiz. Quyosh panelimiz 2 qat bo'ladi. Boshqa yaqindan bo'lsa, bir panelimiz soatini 600 watt beradi. 600 watt beradi. Quyosh panellarimizni baholarini, narxlarini bilish uchun chiziqlardan bilsangiz bo'ladi. Hozirda kelib turgan chiziqlarimiz 20 dona bo'ladi. To'qni ko'proq beradi. Boshqa quyosh panellariga qaraganda nisbatan. Logik vaqtida ishlab chiqarilgan panelimiz 2 qat bo'ladi. Har biri 600 watt beradi. 5 kilovat olsangiz 19 million so'mdan 22 million so'mgacha bo'ladi. O'rnatib berishi garantiyasi hammasi shuning ichida bo'ladi. 10 kilovatli olsangiz 36 million so'mdan 40 million so'mgacha bo'ladi. O'rnatib berishi garantiyalari hammasi ichida bo'ladi. Kreditga olsangiz ham xuddi shu shaklda bo'ladi. Qo'shimcha motosikletlarimiz 2,5 tonnacha yuk tortib beradi. Bu motosikletlarimiz motori 250 lik bo'ladi. Borti 220 ga 140 bo'ladi. Baytafonlari, zapasklar, kaska, danqira, shoss sprakalari ham o'zgarishlar bo'ladi. Motorlarni bir ko'rsat, o'sha yaqinda hop, bahasi 250 lik motor, 2,5 tonnali, 220 ga 140. Shoxacha 28 million so'mdan sotilgan, hozir kunda skidkada turibdi. 26 million so'm etib beramiz. Xunji motosikletimiz. Bular ham xuddi shu narsa. Voyanli ko'k ranglar bo'ladi. Saboqlar bor xunjilar bilan. Hop, xunji motosikletlarimizni 2 tonna olgan mavzeda, 2 tonna olganimizda borti 2 metrga 130 bo'ladi. Motori 200 bo'ladi. Bu ham xuddi shunday zapas bo'ladi. Kaska, damtroq, shoss prakkasi no'meri o'zimizdan bitadi. Buna motor bir ko'rsat, buni motori 200 kub bo'ladi. Hamma motosikletimiz 250 kub bilan jihozlangan. 5 litr, 6 litr 100 ga, 200 kublarimiz 4 litrgacha rasxod etadi. Buning bahosi 25 million 500 ming so'mdan shoxacha sotilgan. Hozir kunda 24 million 500 ming so'mga tushgan. 2 tonnali Xunji motosikletimiz. Borti 2 metrga 130 bo'ladi. Alt motor motosikletlarimiz, xohlasangiz shunda kabinkalarni qo'yib beramiz. Kabinkalarımızın bahosi 1 million so'm. Hamma turgan motosikletlarimizga tushadi. Üstüne 1 million so'm pul bo'ladi. Kabinkangiz 1 million so'm. Hop, alt motor sinovda ishlab chiqarilgan yana bir motosikletimiz bor. Bu ham 2 tonnacha bemalol yuk tortadi. Motori 200 bo'ladi. Buning bahosi shu vaqtgacha 26 million so'mdan sotiladi. Hozirgi kunda skidkaga chiqibdi, 23 million 500 ming so'mdan beramiz. Hamma motosikletlarimiz har xil ranglardan bor, samosolari bor. Bir qator motosikletlarimiz tushuntirsa. Hop, lochi motosikletlarimiz ham bor, samosol modellari bor. Hop, lochi motosikletlarimiz borti 2 metrga 140 bo'ladi, 2 tonna yuk ko'tarib bo'ladi. Motor 200 bo'ladi. Bahosi shu kungacha 30 million so'mdan sotilgan. Hozirgi kunda 29 million so'm. 29 million so'mdan ichidan kelishamiz. To'qi motosikletlarimiz bor. To'qi motosikletlarga skidka kelib turibdi. 1 tonnaliklari 13 million so'mdan beramiz. 1 tonnalikni. Buning ham 5 akkumulyatorisi bor, 6 akkumulyatorisi bor. Hop, 2 tonnaliklarni 14 million 500 ming so'mdan berib. Buning ham 5 akkumulyatorisi bor, 6 akkumulyatorisi bor. Borti 180 ga 130 bo'ladi. Hop, kel. Kichkina motosiklet so'raganlar uchun alt motor sinovda ishlab chiqarilgan motor kubasi 130 bo'ladi. Hop, yuk tortishi 1 tonnalik bo'ladi. Bahosi 17 million so'mdan sotilgan. Hozirgi kunda 15 million so'mdan bemalol qaytarsangiz bo'ladi. Bu avtomat bu. Motorlarni bir ko'rsat. 1 tonnalik Xunji motosikletlar bor. Xunji motosikletimiz borti 170 ga 120 bo'ladi. Motori 110 lik bo'ladi. 100 ga 2 litr rasxod etadi. Polshinlari bor. Baytafonlari bor. Hop, motorni bir ko'rsat, 110 lik bo'ladi. Suv tizimi suv bo'ladi. Bahosi hop, bular 23 million sotilgan, 22 million sotilgan. Hozirgi kunda 19 million so'mdan skidkada turibdi. Bizlarga video mashqlar misolga alt motor sinovda ishlab chiqargan bular. Yurish tezligi 50 km,
yurişi 50'ge chiqadi. 3 kilometr 50-60. Bu birda upa kanatı qo'yilgan bo'ladi, mashinalarga upa kanatı qo'yilgan kerak bo'ladi. Bahası 26 milyon so'mdan sotuvga hozir kunda skidkada turibdi. 23 milyon 500 ming so'mdan beramiz. Videolarimiz var. Videolarimiz 6 kanatı bilan chiqarilgan. Borti 130 ga 180 bo'ladi. Tezlik 50 ga chiqadi. 3 kilometr 50-60 bo'ladi. 27 milyon so'mdan shu haqda sotilgan. Hozir kunda 24 milyon 500 ming so'mdan skidkaga beriladi. Motobloklarimiz var. Motobloklarimiz ham bir ko'rsatsak, bir ko'rsat. Sonunda gigant motosiklimiz var. Burası şuna ko'rsatib o'tamiz. Traktorlarimiz ham var. Shunday qiziq bo'lsa, bemalol biraz bahonash kerak. Bu motobloklarimiz var. Ko'lari hozir sezoni qiziq deb so'rab turibdi. 3,5 milyon so'mdan 3,5 milyon so'mdan 11 milyon ochildi. Sattılarımız şartıyla, şimdi sattılarımız kızık olsa 15 milyon 500 milyon so'mdan 19 milyon 500 milyon so'mdan çıkar. 1,5 milyon, 1,2 milyon ya başka şart olur. Bir daha motosiklet şartlarının gigant motosiklet. Şu kullanamaya şunu soraptık. At kaç yıl oladı? Orada 260'a 40 boladı, motoru 300'lük boladı. 100'ge 6 litre gaz koyacak ki yakınakta koysa koşamalım boladı. Motoru bir koysa motorlarını koşamalım boladı. Bir samasal boladı. Hop, bakası kaç olur? Şu an kaça? 40 milyon, 41 milyon, 39 milyondan satılır. Hazır günde 37 milyon 500 bin so'mdan skidkada turibdi. 260 ga 140 bo'ladi. Bu ham xuddi shunday zapas balon, kaska, donkrat, balon, futbolka, shapkalar, nomerlari o'zgarishdan bitadi. Xo'p, adresimiz qisqacha tushuntirsak, Xorazm viloyati Gurlan tumanida joylashgan. Ko'p chiqaramiz Ko'ra bozor, kunbotarimiz Ko'ra bozor, Ko'ramal bozor. İlk marşutkanın yo'lida hozirda yo'lakchilik markazi nomi bilan faoliyat ko'rsatdi. Kreditga olamiz degan yurtdoshlarimiz uchun telefon nomerlariga hozir bemalol bog'lansa bo'ladi. Hokimiyatdan tavsiyanomasi ham bo'ladi. Xo'p, do'konimiz o'zingiz ham olsa bo'ladi.